Bir maymunni xat urush mashinasining oldida o'ltirg'izayli. Maymun xat urush mashinasining knopkalarini xohlaganicha bossin. Mushunda qalaymaqan taqqutuqi besish natijasida tushangili bo'ladigan bir kalimani besish mumkin bo'lamdi va yoki tushangili bo'ladigan bir jumlaning hosil bo'lishi va yoki tushunishlik bir batning o'ttirg'i chiqishi, hatto tushangili bo'ladigan bir kitobning hosil bo'lish ehtimolligi bo'lamdi. Albatta deymizki, yo'q, undoq bo'lmaydi. Mushundoq bir maymunni xat besish mashinasining oldida o'ltirg'izsak, O harfini yezish ehtimoli 29 da 1 bo'ladi. Ot deb yezish ehtimoli bo'lsa 841 da 1 bo'ladi. Masalan, olayliq 7 harfdan tuzilgan tasodif kalimasini yezish ehtimoli 17 milliard 249 million 876 ming 309 da 1 bo'ladi. Buni vaqtga sundurganimizdami mumkin bo'lmaydi. O'ylab beqing. Sizningcha inson va boshqa jonliqlar 7 harfdan texmi mukammal emasmi? Jonliqlar u yoqda tursin, faqatli DNA geniga qarayli. Bir DNA gen muskulasida taxminan 3,5 milliard yadro kislotasi bor bo'lib, bu deganlik 3,5 milliard harfdan tuzilgan deganlikdir. 7 harfdan tuzilgan tasodif degan kalimaning tasaddibi yezilib qilish ehtimoli 17 milliard 249 million 876 ming 309 da 1 bo'lsa, o'ylab beqing. Bir tal DNA genidagi 3,5 milliard harfning tasaddibi hosil bo'lish ehtimolligi qandoqmi mumkin bo'lsin?